Ko'rib turgan joylaring do'stlar, Marg'ilon shahar temir yo'l vokzali. Ya'ni do'stlar biz Farg'ona Marg'ilon temir yo'l vokzalining yonidagi Centrum Holidays litsenziyalangan umra ziyorati. Bundan tashqari O'zbekistonda 6 ta viloyatdan primoy reys, xohlasangiz Madinaga, xohlasangiz Jiddaga do'stlar yaxshi sharoitda uchirayotgan tur firma. Aytib o'tgandek, Centrum Holidays'da shart sharoiti va qulayliklarni do'stlar siz azlarga yetkazgani yana yetib keldi. Videoga bir dona like bosib, oxirigacha tomosha qiling. Ofisga kiramiz, to'liq ma'lumotni olib beramiz. Noyabr oyida umra ziyoratiga boradiganlar ko'payib ketdi. Shunga joy bron qila olmayapmiz. Litsenziyalangan firmadan qaysi viloyatdan ketsak bo'ladi, qayerdan reyslar bor, ishonchli firmani o'zi qayerdan bilib olsak bo'ladi deb o'qtarib yurganlarga do'stlar, sizlarga mana Centrum Holidays, ya'ni litsenziyalangan umra ziyorati. Ko'rib turganlaringdek do'stlar, litsenziyasiga ega, shart-sharoitlari qulay, primoy reyslar 6 ta viloyatdan, undan tashqari do'stlar, malakali 50 yoshlar. Do'stlar, xudo xohlasa biz sizlarga hozirgi kunda Centrum Holidays'dan umra ziyoratiga boradigan bo'lsangiz, qanday sharoitlarda borib kelasiz? Qanaqa to'lov amallari bo'ladi? Undan tashqari 50 yoshga hamma ma'lumotlarni xudo xohlasa akamiz bilan berib o'tamiz. Siz bir dona like bosib, shu kanalga obuna bo'lib qo'ying. Inshaalloh do'stlar, hammamiz uchun manfaatli bo'ladi. Xo'p, Ulug'bek aka, noyabr oyida qaysi kunlarga reyslar bor? Qatlardan bor? Narx-navolari qanaqa? Sharoit 50 yoshlar qanaqa insonlar? Xo'p, assalomu alaykum, yaxshi yo'llayman avvalambor. Xo'p, noyabr oyiga bizda primoy 6 ta viloyatdan reyslarimiz bor. Xo'p, Farg'onadan, Andijon, Namangan, Toshkent, Samarqand, Termizdan primoy reyslarimiz bor. Xo'p, primoy ham Madinaga, ham Jiddaga uchiladi, so'raganlarga. Xo'p, noyabr oyiga deyarli kunda-kunor reyslar qo'yganmiz, talablar ko'payib qolish hisobiga. Xo'p, bizda primoy reyslarimizdan birinchi Madina Munavvaraga 2 kecha 3 kunduz o'rinadi, Makka Mukarramada 11 kecha o'rinadi. Xo'p, bizda qana sayohat ziyoratlar bor so'raganlarga 11 dan oshiq ziyoratlarimiz bor. Madina Munavvara bo'ylab, Makka Mukarrama bo'ylab, qo'shimchasiga Qizil dengiz sayohati qo'shib beriladi bonus sifatida. Xo'p, bizda yana ko'p savollar bo'ladi. Ravzamiz qanaqa bo'ladi? Madina Munavvarada payg'ambarimiz ravzalariga kirib chiqishda shu kungacha jo'natgan odamlarimizni deyarli 100% hamma odamni kirib chiqishdi. Xudo xolasa, bundan bag'anda ham deyarli 100% harakat qilib olib kirib chiqamiz, xudo xolasa. Keyin yana Madina Munavvarada Qur'on bosmaxonasini ko'pchilik so'raydi. Qur'on bosmaxonasiga xudo xolasa to'g'rilab olib kirib chiqishga harakat qilamiz. Haftada 4 kun ish kuni, 3 kun dam kuni to'g'ri kelib qolsa olib kira olmaymiz. Ish kunida 100% olib kirib chiqamiz. Xo'p, Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Mehmonxonamiz joylashgan masofasi 200-300 metr oralig'ida bo'ladi. Ozon chaqirsa bemalol kirib chiqadigan darajada piyoda vaqti bo'lsa, kirib chiqish vaqti 2 minut, 2,5 minut vaqtda to'g'ri keladi piyoda kirib chiqishda. Xo'p, Makka Mukarramada kelgan bo'lsa, Ro'za Garden mehmonxonasi bo'ladi. Erta piyoda kirib chiqish masofasi 800 metr oralig'ida joylashgan bo'ladi. Avtobusda aynalib kirishini yo'lda hisobini olib turib, 2 kilometr masofa aytiladi. U erta 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Erta ham o'sha aytib o'tilgandek oltin oshiq ziyoratlari, qo'shimchasiga Qizil dengiz sayohatlari bo'ladi. Xo'p, ko'pchilik yana savol beradi bizga, 50 boshlaringiz qanaqa bo'ladi? 50 boshlaring malakalimi? 2-3 yil tajribasiga egami? Borganda ko'pchilik aytadi, bizni 50 boshlarimiz qaramayapti, yaxshi qaramayapti. Tashab bermaydimi, ketib olmaydimi bizdan keyin? Umramiz qildirib berib yo'qolib qolmaydimi? Yo'q, xudo xolasa 50 boshlarimiz har bitta reysda billa borib, billa keladi. Diniy qo'mitadan ajratilgan malakali 50 boshlari bo'ladi. 14 kun davomida aytib o'tgandek sayohatlaringni, ziyoratlaringni, umralaringni, qo'shimchasiga umra badallaringni ham qildirib berib, billa yuradi past, ya'ni 14 kun davomida. Xo'p, yana doktor xizmatlarimizga kelsak, doktor xizmatlarimiz 24 soat sizlarga xizmat ko'rsatadi. Hamshiralarimiz, doktorlarimiz bor. Aravachalar so'raganlarga aravachalarimiz xizmat ko'rsatadi. Aravachalarimizni tashkillashtirib berilgan. Bemalol olib foydalansalaring bo'ladi. Xo'p, yana narx-navoimizga keladigan bo'lsak, standart paketlarimiz $1050 standart paketlarimiz bo'ladi. Aytib o'tganimdek, shu ziyoratlar, sayohatlar, bordi keldi biletlar, oziq-ovqatlari, transportlari, malakali 50 boshli xizmatlari hammasi aytilgan shu narxda ichiga kiritilgan. Shu standart paketimiz bo'ladi. Standart paket bo'ladi. Zo'r gap yo'q. Aqa borilgandan keyin xudo xolasa qaytib kelayotganda 5 litrli zamzam suv, sumka, bejik, bo'yinga taqadigan kamzil, hamma narsa o'zini logotipi tushirilgan bo'ladi. Centrum Holidays'dan logotip tushirilgan kamzil, sumkasi, bejigi, bo'yinga taqadigan yostiqchasi, qaytib kelishlarga 5 litr zamzam suvi sovg'a qilinadi. Zo'r. Aka, ofisga kelib, yuzma-yuz gaplashib, to'lov qilaman deydiganlarga biz hozir qayerda turibmiz?
Xo'p, biz hozir Marg'ilon shahrida Mustaqillik ko'chasini 692-uyda turibmiz. Yana ham to'liq tushuntirishim, temir yo'l vokzalida yonida joylashgan ofisimiz. Hozir biz Marg'ilon shahrida turibmiz. Undan tashqari ofislarimiz Toshkentda bor, Samarqandda bor, Termizda bor. Aloqaga chiqsa, ofisga tashrif buyurganingizda ofisda lokatsiyalarni tashlab berilaveradi, telefonda aloqalashtirib beriladi. Yo'q, o'zingiz bilan primoy shartnoma ustida ishlayveraman desa, onlayn ravishda shartnoma tashlab beramiz. Shartnoma bo'yicha qaysi viloyatdan ishlarni aytsa, o'sha to'lov qilishadi. Bank orqali to'lovlarimiz ham bank orqali shota raqamli bo'ladi. Erta Centrum Holdesdan Umra ziyoratiga ketayotganingiz uchun deb chek chiqarib beradi. Undan tashqari yo'q, bizga aeroport to'lov qilsak bo'ladimi deb ko'pchilik savol beryapti. Aeroport to'lov qilsangiz ham bo'ladi. O'sha kishi boshiga $100 zakolat berib, qolganini aeroportda kamza so'mka bejilayni olib, vizalarni qo'llangan olgandan keyin to'lov qilishlaringiz mumkin, bemalol. Gap yo'q, zo'r. Xudo xolasa aytilgan hozir aka hamma qulayliklar nimalar o'sha $1050 ichiga kirib ketadi. Hamma qulayliklari o'sha aytib o'tganimda $1050lik standart paketimiz ichiga kirib ketadi. Qolaganlarga komfort premium qilib berilaveradi. Qolaganlarga 8 kunlik komfortimiz, premiumlarimiz ham bor. Tezdurar poyezdlargacha qilib berilaveradi. Narxini o'sha telefon qilsa batafsil ma'lumot berishadi. Xudo xolasa oilaviy yana bonuslarimiz ham bor. Oilaviy bitta oiladan 5 kishidan yuqori, 5 kishidan ketayotgan odamlarga bonus sifatida $1050 ham chegirma qilib beramiz. Gap yo'q, zo'r. Xudo xolasa do'stlar, eshitganlaringdek sharoitlar, qulayliklar, xizmatlar, xudo xolasa ko'ngilli, undan tashqari o'z dokumentiga ega bo'lgan, ya'ni qonuniy do'stlar, rasman umra ziyorati bo'ladi. Manzilda aytib o'tildi, do'stlar, juda ko'p odam o'zini joyini aytmayapti, hozir ofisda aytmaydi. Bularda do'stlar ham yo'q, отировение bo'ladi, ya'ni hech qanaqa sir bo'lmaydi, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Biz ham do'stlar to'liq ma'lumot beradigan umiddamiz. Akamiz bilan inshaalloh video pastda nomer, call center bolalardiki, bolalardan ma'lumotlar olsalaring bo'ladi. Bundan tashqari qanaqadir qiziqtirgan savol yoki joy buni qilmoqchi bo'lsangiz, tezda aloqaga chiqing. Inshaalloh bular sizni do'stlar maza qilib umringizni qildirib kelishga sababchi bo'ladigan insonlardan bittasi bo'lishadi. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Kanalga podpiska bosishdan chiqmasin. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.